Hammaga salom. Bugun yuz parvarishiga oid 5 ta mif haqida gapirib o'taman. Birinchisi, yuzni 10 etapli parvarish qilish shart. Yo'q, bu mif. Bu majburiy etap emas. Asosiy etap bu yuzimizni tozalash etapi, keyin uni tonerlash, keyin uni namlantirish krem bilan va albatta quyoshdan himoya qilish. Ikkinchisi, makiyajni 2 etapda tozalash shart emas. Misellarkani o'zida yuzimizni artsak ham tozalanib qoladi. Yo'q, bu noto'g'ri. Va uchinchi mif, bu yuz parvarishi kosmetikalari faqat ayollar uchun. Bu mif realni noto'g'ri. Bunda ayollar uchun emas, balki erkaklar uchun ham bemalol ishlatilsa bo'ladi. Kosmetikalar unaqa gender ajratilmagan. Bu prosta yuz parvarishi, ya'ni yuzni namlantiradigan, yuzni tozalaydigan kirlanishlardan, yuzni quyoshdan himoya qiladigan oddiy kosmetik vositalar. Yuz parvarishi qilish bu erkaklarga xos ish emas degan narsalar noto'g'ri. Bu odamning o'zini qanchalik sog'lig'iga, yuz holatiga, yoshligiga ahamiyat berishi va qanchalik o'zini yaxshi ko'rishidan kelib chiqqan holatda tanlov deb o'ylayman. Juda muammolari bo'lgan, pigment dog'lari, aknelari bo'lgan bola aynan o'sha yuz parvarishi kosmetikasi orqasidan yuz parvarishi qilganidan yuz holati yaxshilanganini ko'rganman. Va biz o'zbek bolalari orasida ham aynan Hambiol Cosmeticsdan kosmetika olgan bolalar bor. Tak что bu mif. Ikkinchi mif, koreyskiy kosmetika faqat koreyslarning yuziga tushadi. Yo'q, bu mif. Aslida umuman unaqa narsa yo'q. Oxirgi mif, o'zi umuman yuz parvarishi kosmetikalari foydasi yo'q. Misol uchun, tuxum sarig'i, tuxum oqi, bodringni blender qilingani, qatani surish, umuman yegulik mahsulotlarini yuzimizga surmaymiz. Men bunaqa narsaga protivman. Sababi har xil yuz tiplari bor. Kimdadir yuz terisi qalin bo'ladi, kimdadir yuz terisi yupqa bo'ladi. Yupqa bo'lsa, yuzingiz ta'sirchan bo'lib qolishi mumkin, qizarib ketadigan bo'lishi mumkin, narsa toshishi mumkin. Kosmetikalar sizni yuzingizga mo'ljallab ishlab chiqarilgan bo'ladi. Jim yegulikdan tashqari kosmetika olayotganingizda siz bilasiz, tarkibida nima bor, qaysi brend, qanaqa. Agar vegan belgisi bo'lsa, yanada yaxshi, ya'ni siz bilasiz, ekologichniy, o'zingizdan xotirjam bo'ladi va yanada effekti kuchliroq bo'ladi. Siz yana qanaqa miflarni eshitgansiz, kommentariyda yozib keting. Balki agar juda ko'p miflar bo'lsa, biz ularni keyingi videoda razbor qilishimiz mumkin bo'ladi. Agar bu video yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni va meni kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Men profilimda yuz parvarishi bo'yicha, Koreya kosmetikalari bo'yicha foydali ma'lumotlar bilan kosmetologlar sizga aytmaydigan, hech kim sizga oyingiz o'rgatmagan yuz parvarishi haqidagi qimmatli ma'lumotlar bilan bo'lishib boraman. Keyingi videoda ko'rishguncha, annyeong.